Xalqimizda qiziq maqol bor. Pulni ko'chadan, yerdan topib sanab olib tekshirib ol deyishgan. Men bugun sizlarga apparatlarsiz pulni haqiqiysini qanaqa tekshirib olishni ko'rsataman. Ko'pchilik oldi bu yerda qotganda bitta narsaga ahamiyat qilmaydi, pulni olib turib sanaydi-da. Lekin buni orasidagi yirtilgan, skochlarga ahamiyat qilmaydi. O'shaning uchun nima qilish kerak? Oldin orqasini yaxshilab tekshirib oling. Mana bu skochlangan, yirtilganlar bo'lishi mumkin. Ana undan keyin sanashga o'ting. Birinchi mana bu yuz taringni bundoq ishqalaganingizda qo'lingiz his qiladi buni. Qalbakingizda unaqa bo'lmaydi. Keyin mana bu joyida ham xuddi shu narsa bor. Xo'p. Endi buni yana bitta yo'li bor. Svet olib kelganingizda mana bu amakini, soch uzi amakini, mana bu yerda ham qiyofadoshi bor. Atrofida mayda ipga o'xshagan joylari bor. Undan keyin mana bu yerda lenta o'tgan. $100, 100 nomerli lenta o'tgan. Oxirgisi mana bu yerdan zubacheskani tiqqaningizda ko'rdingizmi? Shu yerdan o'tish kerak. Bu qalbakingizda bu narsani qila olmaydi.